mebel olishim kerak, uylanishim kerak deb yurgan kuyov bolalar mebelni bitta ko'ringlarchi, aybi ozgina ishlagan holat, zaman narxlari ancha yengil ekan. Ko'rishlaring mumkin, spalni garniturimiz 6,5 million ekan. Xo'p, spalnisi, ikkita tumbasi, mana shifanerlarni ham ko'rsatib beraylik tani ichlarini. Shifanerlari mana hamma yaxshi holatda, unaqa qirilgan, shilingan, tilingan joylari yo'q mana ichlar. Kupe varianti ekan. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilar, Savdo Time kanalini uzoq yaqindan kuzatayotganlar. Bugun Kirgiliga eski bozorga chiqqanmiz. O'sha eski bozor deganda mana shu yerda ishlatilgan bu mebellar sotiladi. Ko'rishlaring mumkin. Mana bu mebelimiz 6,5 million ekan. Bunisi ham mana 6,5 million ekan. Mana shifanerlari mana kupe varianti ishlar yaxshi holatda turibdi. Hamma joylari ishlab turibdi. Mana ba'dan sekretniy joylari ham bor ekan. Atrofda diodlari bor ekan, svetlari ham yonar ekan. Mana divanning holatini ko'rishlaring mumkin. Mana matraslari yaxshi, yangi matraslar ekan. Ikkita tumbasi ham bor. Ba'da bunisi ham ko'rsatib bering. Mana ba'da uchinchisi bu soatlarigacha bor ekan tumbasini oldi. Mana kechpay soat vaqtiga qaraydiganlarga necha bo'ldi? 12 bir ko'rsatib o'rani shifaneri, trimosi, ikkita tumbasi, buni ham matrasi yangi. Mana shu ko'rsatgan 3 mebelimizdan bittasini narxi bir xil ekan, 6,5 million deyilyapti. Ammo holatlari yaxshi, hech qancha ishlamagan. Oyanga bitta 17 trimosi bor, uni bonus sifatida qo'shib berilgan. Uni hozir ko'rsatamiz. Ba'da bundaqangi yana yakka bittali divanlar ham bor. Shuni screenshot qilib tashlab bersalar, o'sha Telegramga o'sha narxini kelishib jo'natib berishadi. Mana ba'da ko'rishlaring mumkin. Bu sotilgan. Bu 300 ming so'm ekan, mana detskiy shkafimiz. 700. Bu mana peri qo'shganimiz 700 ming so'm. Ko'rishlaring mumkin. Yaxshi holatda turibdi, mana hamma yo'q ishlab turibdi. Ichida polkalari bor. Ya 1 milliondan bu shifanerlarimiz ana ko'rishlaring mumkin. Mana ishlari polka. Va mana kastim ilgani joyi. Xaridorlar hamma ishlayapti. O'sha ko'rinishi eski fasonda shifanerlarimiz yaxshi holatda turibdi lekin 1 million so'm. TV postavka. Mana ishlari, xaridorlari bu 600 ming so'm. Hop, bu mana detskiyimiz. Eshiklari kupe varianti ochib yopilar ekan. Buning narxi 500 ming. Tumba sondiqlar bor. Narxi 200 ming so'mdan. Halla olaverasizlar. Bu ham 1 million so'm, shifanerimiz ham 1 million. Mana bu yerda hozir bitta narsa sotildi. Spalni sotishdi. Shuni yuklab olib ketishdi. Mana bu shifanerni ko'rishlaring mumkin. Bir tomoni polka. Bir tomoni mana bemalol kastim ilgan joylari bor. Xaridorlar ishlayapti. Bu material, laminat material narxi 1 million so'm. Bu ko'rib turgan shifanerlaring mana ichlari bo'lingan, polkali. Bu sovetskiy shifanerlardan. Mana materiallarni ko'rishlaring mumkin. Materiallari MDF bo'lar ekan mana. Mana kastim ilgani. Bu shifanerimiz narxi 900 ming so'm. Xo'p, bu shifaner ko'rsatgan bu shifanerimiz, bu trimosi, bu divani, ikkita tumbasi, mana shu turishi 2 million so'm. Xo'p, ba'da ham ko'rsatib beraman, mana divanlar, yotoqxona mebellari. Bu servantimiz narxi 1 million so'm. Bemalol qaysi biri yo'qsa mebellarni skrin qilib tashlasalar, Telegramdan bemalol dastavkalarni qilib berishadi. Bu trimoyimiz o'sha bonusga qo'shib beradigan trimo, bonus shunday olaman desalar 400 ming so'm narxi. Shu ko'rgan mebellarning qaysi biri yoqadigan bo'lsa, skrin qilib Telegramda shu nomerlarni pastda qoldiryapmiz. Tashab narxini o'zlaring bemalol yana kelishsalaring bo'ladi, dastavkalari bor. Xo'p, Farg'ona Marg'ilonchi dastavkalari bepul, qolgan joylarga kelishilgan holda. Pastda nomerlar qoldirdik, bemalol aloqaga chiqib ishlarni bitiraverasizlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like yozib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar.